Assalomu alaykum. Hurmatli Instagram, Facebook, YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, yana bir bor ming bor uzr, yarim kechasi. Xo'p, mana bu bitta konforkali plita. Yana одна konforshni plita. Mana 3 ta skorsda ishlaydi mana bular. 1 2 mana 2 yaxshi ko'rinmayapti 2 mana bu 3. Xo'p, mana bu kattasiga 0. Xo'p, ustilari nержавейка. Mana ko'p turganlaringizda. Xo'p, tagi ham nержавейка. Faqat korpus krashinli metal. Mana oldilari nержавейка, ichlari rossiyskiy. Garantiyasi 1 yilgacha beriladi. Mana 220 da. 220 avtomatga ulanadi. Razvedkaga siqilmaydi. Mana zavodskiy berkalaridan turibdi. Xo'p, mana bu Turkonforkali 380 ga abad plita 2024-yil chiqarilgan. 2024-yil chiqarilgan. Bu ham klientimizga beriladi, xudo xolasa. Xo'p, mamnunsi ham klientimizga beriladi. Xo'p, buni konforkasi xo'p 4 kilovatdan sal kamroq bo'ldi. Ichi izolyatsiyalari, azbestlari qalin bo'ldi. Issiqlik berishi 400 gradusgacha beradi. Bemalol osh, shashlik qilsa ham bo'ladi xullas. Mana bu chugun. Ozgina qizdirib ishlatib ko'rdik. Mana bular nержавейка. Mana taglari, korpuslari hammasi joy-joyida. Xo'p, yana mana bu 6 tali abad plitamiz. Mana bu 6 tali abad plitamiz. Xo'p, mana 6 konforkali tagida duxovkasi ham bor. Bu endi tayyorlanyapti. Mana ichlari duxovkalari. Xo'p, endi tayyorlanyapti. Buni 14 million atrofida gaplashamiz. Mana shu ham shu 6 talida. 6 talida biz duxovka varianti. Bu ham 10 million atrofida sotiladi. Gapni ochiq bular eski zavodskoy 24-yil chiqqan plitalar ishlagan, qayta remont qilib sotilyapti. O'zimiz ham tayyorlab beraveramiz. Mana bu plitalar ham mana zavodskoy plita bo'lgan. Qayta razbirat, remont qilib berganmiz. Hozircha mana shu. Hammalar